Hop, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ICT kursini davomini o'tamiz. Hop, bugungi o'tadigan mavzuyimiz bizda SMT bo'ladi, ya'ni Smart Money Technique. Bugun mana shu narsani o'rganamiz. Hop, bu o'zi nima degani va biz buni qayerlarda ishlatishimiz kerak? Bugun shu haqida gaplashib chiqamiz. Agar o'tgan darslarni takrorlab ko'rgan bo'lsanglar, ya'ni bozorlarda o'zinglar takrorlab ishlatib ko'rgan bo'lsanglar, ancha ko'zinglar o'rganadi. Yana sizlarga o'sha maslahat berib qolaman. Agar kimda-kim yana mavzu esidan chiqib ketgan bo'lsa, qaytadan ko'rib olishinglar mumkin. Yokida endida ICTga qiziqib kelayotgan o'rtoqlar bo'lsa, ana o'shalarga yuborib qo'ysanglar, bizga поддержка bo'ladi. Hop, kelinglar, bugun SMT haqida gaplashsak. SMT o'zi nima degani? O'sha Smart Money Technique o'zi qanaqa ishlaydi va biz qayerlarda uchratishimiz mumkin bu narsani? Hop, hozir kelinglar, yaxshi, men buni Trading View'da ko'rsataman hozir. Keyin yana mana shu slaydga qaytamiz. Hop, SMTni mana shu Trading View'da ko'rsak, bizga qarama-qarshi parallel kerak bo'ladi. Ya'ni, hop, bizda birinchi mana bu parallel haqida gaplashsak va kat har xil mana shunaqa davom etib ketaveradi. Masalan, bu yerda kat bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa yoki GPY. Bizga o'zi qarama-qarshi parallel kerak bo'ladi. Bulardan birinchisi boshlaymiz. Bu yevro dollar bilan man tekst qilib yozaman. Hop, bu birinchisi yevro USD bilan bizda funt USD bir-biriga qarama-qarshi, ya'ni korrelatsion bo'lgan parallel bo'ladi. Qarama-qarshi emas, korrelatsion. Ya'ni mana shularni charti bir-biriga o'xshab ketadi. Hop, undan keyin bizda masalan AUD USD bilan NZD USD o'zim ishlatadiganlarim. Hop, undan keyin bizda EuroCAD masalan, EuroCAD bilan GBP CAD. Undan keyin bizga Euro USDga qarama-qarshi bo'lgan parada DXY indeksi ham kirib ketadi. Dollar indeksi. Hop, ana endi o'zi CADlarga ham bor edi Prindex. U mayli, hozircha ularga qarashingiz shart emas. Hozircha shu ikkitani solishtirsanglar yaxshi. Xuddi shunaqa yana bizda AUD CAD bilan NSD CAD va bu indekslardan Nasdaq bilan bizda S&P 500 bir-biriga korrelatsion va Dow Jones'ni ham qo'shsak bo'ladi. Hop, endi biz hozircha mana shu parallelni ishlatganimiz yaxshi. Ana endi Smart Money Technique'ni ya'ni biz qayerda o'rganamiz? Bizga bu muhim, ya'ni muhim key level'larda kerak bo'ladi. Men o'zim asosan buni razvorot bo'ladigan nuqtalarda yokida qanaqadir key level'ga kelsa, ya'ni qanaqadir deganda men ko'proq buni PVG, ya'ni PVGni bilsanglar kerak hammanglar. PVG nuqtasiga kelganda men masalan mana shu SMTni ishlataman. Chunki bu kuchliroq tasdiq bo'ladi. Birinchi o'rinda bu yoqqa kelganda PVGga men kichkina time frame, o'sha time frame alignment qoidasiga asosan kichkina time frame tushaman. SMT qidiraman, market structure shift yoki order block yasalgandan keyin men bitimga kiraman, ya'ni trend bo'ylab. Yokida ma'lum bir liquidность nuqtasigacha. Hop, sizlarga ham mana shunaqa joylarda ishlatishni maslahat beraman. Keyingisi razvorot nuqta. Masalan, bizda bu mavzularga ham qaytamiz. Ya'ni sessiyalarni o'zini razvorot beradigan mana shunaqa turlari bor, ya'ni daily profile deydi. Masalan, bizda kun ochilib narx tepaga London ketdi, to'g'rimi? Ya'ni daily bizda New York reversal bo'lyapti.
New-York reversal bo'lganda bizda SMT bo'lib qolishi mumkin. SMT bo'lib reversal bo'lsa, bu ozgina emas, sal yuqoriroq foizdagi, ya'ni burilish, razvorot bo'ladi. Ana o'shaning uchun mana shu joylarda biz ishlatsak bo'ladi. Ishlatib va Asian low'gacham yoki London low'gacham ishlab pulli chiqib ketsa bo'ladi. Hop, bu narsalarni yozib olinglar, ya'ni qayerda ishlatish kerakligi va qaysi parallel. Ha, mana GPI'da qo'ydim. GBP ham xuddi shunaqa yevrolar shunday turadi, faqat orqasidagi narsalar o'zgaradi. Hop, mana GPI'da qo'shganmanmi bu yoqga? Faqat USD GPI bor ekan. Hop, qaytamiz chatga. Bizda ham xuddi shunaqa yana Euro GPY va GBP GPY. Yana o'sha audio endi bular kerak emas, men o'zim ishlatmayman. Mana shular bir-biriga korrelyatsion parallel bo'ladi. Ana endi hozir slaydga qaytsak, o'sha qanaqa paytda yasalishi va yana mana shu joyda men ko'rsatishda davom etaman. Hop, buni skrinshot qilib olishingiz mumkin. Kerak bo'ladi yokida o'zimni ishlatadigan parallel ro'yxati bor. Buni ham qilib olsanglar bo'ladi. Skrinshot. Hop, skrinshot qilib oldinglar. Menimcha, endi slaydga qaytamiz. Hop, bizni slaydimizda mana bu joyda ko'ryapsizlar. Nima bo'lyapti? Ya'ni bu men adashmasam EURUSDmi? EURUSD bilan funt USDdan oldim. EURUSDda mana bu joyda bir xil vaqtda low mana yasalyapti. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Va bir xil vaqtda mana high low ham yasalyapti. Ko'ryapsizlar? Korrelyatsion parallel. Ana endi SMT bo'lish uchun nima bo'lishi kerak? SMT bo'lish uchun bizda mana bu joyga o'tkazaman. Mana o'shani ko'raman. Korrelyatsion juftliklar va SMT. SMT bo'lish uchun mana bizda low bor. Xuddi shu low. Faqat mana bu tarafdagi low bizda mana low'ni olib qo'ysa mana. Qaranglar. Mana vaqtdagi mana. O'sha vaqtdagi low bir xil vaqti bir xil bo'lishi kerak. Deylik, masalan, mana shu candle 10:00 dagi candle deylik, New York vaqtida. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Mana bu candle, bu ham 10:00 da. Xuddi shu candle bir xil vaqtda bu ham mana bu yerdagi low ham bir xil vaqt, bu yoqdagi low ham bir xil vaqt. Lekin bu low'ni bu low olmagan va mana bu low'ni bo'lsa bu olib qo'ygan. Ko'ryapsizlar? Mana bu low'ni olib qo'yganlik uchun narx bizda tepaga qarab ketgan. Mana xuddi shunaqa tepaga qarab ketgan. Endi bir xil ko'pchilik har xil aytadi. Masalan, smart money mana bu low'ni protect qilyapti. O'shaning uchun bu yoqqa kelmadi low. Endi hammada har xil termin bor. Hammani o'ziga yarasha fikrlashi bor. Men shunchaki mana bozordagi divergensiya deb o'ylayman. Divergensiyadan narx ketgan. Xo'p, tushundinglar? Xuddi shuni teskarisi mana bo'ladi, hayda bo'ladi. Masalan, bizda narx maytda high bor o'sha vaqtda va bu vaqt hozir. Masalan, trading view'ga o'tamiz, o'sha yerda ko'rsataman. Xo'p. Bizda haydagi ko'rinishi ham xuddi shunaqa bo'ladi, faqat low'ga o'xshagan. Masalan, bizda maytda high bor, bu highni EURUSD olmasdan ketdi. Ana endi funt USDda bo'lsa, buni olib ketdi. Ko'ryapsizlar, buni yevroda olmagan, funtda olib qo'ygan. Ana endi mana shu joyda bizda SMT hosil bo'ladi.
Bu yoqqa mana yozib qo'ysanglar bo'ladi bemalol SMT deb. Mana shu joyda bizda SMT hosil bo'ladi va biz masalan mana yerda order blok yasalsa, shu joydan kirishimiz mumkin savdoga. Men ko'proq lovi, ya'ni masalan hay olingan parallelda kiraman. Masalan bunda hay olinmagan, mana bunda kiraman. Hay olinishiga sabab bu parranda yurishi kuchli bo'lgani uchun hayda olib ketgan. Hayda olib, keyin уже kuchliroq qulash ham qilib beradi. Ana o'shaning uchun men mana shu olingan anaqa joylarda ishlayman. Xo'p, bu hayda tushunarli degan umiddaman. Ikkinchi yana ko'rinishi bor. Uni yo o'zinglar yana bozor ko'rsanglarda ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu qanaqa? Bizda mana masalan yer yuzida hayda olib qo'ydi. Xuddi shunaqa ketdi. Hop, keyingisi. Bizda funt USD ham daily bu hayda olmadi. Pastga tushdi. Xo'p, bu funt USD. Mana shu joyda nimani ko'ryapsizlar? Hop, o'zinglar pauza qilib ko'rolsanglar bo'ladi. Men hali aytgunimgacha. Hop, bu yoqda mana biz SMT ko'rmadik, to'g'rimi? Mana bu SMT ko'rdik aniqroq mana. Funt USD olmadi tepani. Olmadi funt USD va bizda SMT hosil bo'ldi. Undan keyin mayli bu SMTga ulgurmadik. Ulgurmaganimizdan keyin mana bu joyda Fiji. Mana bu joyda Fiji'miz hosil bo'ldi. Bu joyda ham xuddi o'zi Fiji'miz hosil bo'ldida, narx yana Fiji'ga kelib turib, ko'ryapsizlar nima bo'lgan? Mana bu hayda bu hay ololmagan va bu yoqda bu hayda mana olib qo'ygan. Yana bitta SMT bo'ldimi? Mana shu SMT ikkinchi SMTda biz kirsak bo'ladi. Masalan, mana bu SMTda order blok yasagan bo'lsa, kirib 1 ga 2 yoki deb har xil 1 ga 3 qo'yib chiqib ketsak bo'ladi. Stop lossni mana shu SMT highga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. SMT bo'lgan joylarga masalan bu yoqqa qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Agar jabimga ishonmasanglar, katta SMTga qo'ysanglar 1 ga 2 соотношениеda chiqib ketsanglar bo'ladi. Low ko'rinishi ham shunaqa bo'ladi. Boya ko'rsatdim. Adashmasam tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ana endi misolni ko'rsak, ana o'shanda sizlar yana ham yaxshi tushunasizlar. Sizlar bilan misolni ko'rsak, bu joyda bizda S&P 500 va Nasdaq. Hop, narxni yurgizamiz. Nolimizni belgilab qo'ysak, bizda mana high low. Hop. Masalan, mana bu highni biz belgilab qo'ysak. Hozir. Hop. Mana bu joyda mana bu highni mana ko'ryapsizlar, bir xil mana. O'ng tarafga qarasanglar, straightga bir xil joyda turibdi. Bu highni bizda nima qilgan? Mana bu vaqti 5:00 dagi candle olib qo'ygan, lekin bu yoqda olmagan. Mana. Chap tarafdagi ekranga qaranglar mana shu bilan mana bu olmagan. Hop, buni New York vaqtiga o'tkazib olsak. Hop, bizda narx yana yangiladi. Bu yoqda hali ham yangilamagan. Hop, yana yangiladi. Mana bu joyda bizda kichkina indexation qilgan, lekin hop, уже mana ko'ryapsizlar, qulashni boshladi narx. Ya'ni bu yoqdan order blok bergan, bu yoqda ham bergan. Biz olgan joyimizdan kirgan yaxshiroq. Hop, bu yoqda ham bizda mana liquidness bor. Mana shu liquidnessgacha
Hop, hamda mana sizlarga aytdim Fiji. Fiji nuqtasida bizda xuddi shu narsa hosil bo'lgan. Hop, Fiji nuqtasida bizda mana SMT bo'lib, narx pastga qarab qulab ketmoqda. Yurgizamiz. Ko'rasizlar, faqat order block yasabdi-yu, kelmasdan ketib. Kichkina time frame emas, time frame alignmentga o'xshab tasdiq olsak bo'ladi. Bizda olib ketgan и keyin yana bu yoqqa qarasa yana bitta SMT bo'lgan bizda. Hop, mana. Soat 11:00 dagi candle bilan buni ham vaqtini New Yorkga qo'yib, mana soat 11:00 dagi candle bilan 12:00 SMT bo'lgan. Mana shu bitta candle'lar orasida ham SMT o'qiladi. Masalan, kunlik faraz qilaylik, bu kunlik candle desak, masalan, bir kunlik candle. Mana. Hop, mana shu kunlik candle, to'g'rimi? Kunlik candle, bir kunlik, bu ham bir kunlik candle. Mana shunaqa holat bo'lsa, SMT qarab ham olsak bo'ladi. Bu yoqda endi oddiy soatli candle'da bo'lyapti. Hop. Ana endi 1 soatda nima qilardik? 5 minutga o'tamiz. Hop, 5 minutda ko'ramiz qanaqa holat bo'lgan ekan. Mana 5 minutlik time frame'ni ko'rsanglar, mana aytdim mana. Mana low'ni bu olib qo'ygan. Bu yoqda mana nima bo'lgan? Ko'ryapsizlar? Naborotda mana. Vaqt to'g'rimi? Ko'ryapsizlarmi? Vaqtni low'dagi chap tarafda olib qo'ygan, bundan olmagan mana. Bu SMT bo'lgan. SMT bo'lgandan keyin masalan Fijigacha ham ishlab olsak bo'ladi. Masalan, mana bu order block chizib yoki nima aytdim, IFVG'dan kirsak bo'ladi. 1-2 ishlab olsak bo'lar edi. Hop. Bu misolni tushundinglar degan umiddaman. Hop, ana endi keyin yana bitta misolni ko'ramiz. Va shu bilan o'zinglar bozorga tekshirib ko'rasizlar. Bizda keyingi misol. Eng misolda mana bizda Londonda high bor. Belgilab qo'yamiz. Bu yoqda ham London high'ni belgilab qo'ydik. Misol mana bu high'di. Mana endi yurgizamiz. Bizda ko'rayotganingizdek bu high'da mana narxini olib qo'ydi. Lekin mana bu joyda masalan bu high'da narx olib qo'ymadi. Hop. Mana bu high'da ham olsak bo'ladi. Hop, yana dальше ketdi. Bizda mana bu high olingani yo'q. London high'da olib turib, bizda narx razворот. Manimcha mana bu joyda yokida kichkinagina order blokchani olsak bo'ladi. Breakerga aylangan. Bitgacha. Endi kichkina time frame bo'yicha yana kichkina maydalasak, o'shanda sal error kattaroq bo'ladi. Masalan, yo'lgacha. So'maydan agar position kirsak, hop, bizda boshqa SMT hozircha yo'q. Ko'rayotganingizdek 1-2 mana ishlab kelsanglar bo'ladi. Bu sessiyalarda mana. Sessiyalarda mana yerda hop, mana yerda Aziya ochilib, Aziya sessiyani уже London high'ni olib turib, keyin mana New York kirib kelgandan keyin bizda New York reversal berib, mana London low'ga tushib ketadi. Boya aytdim. Reversal bo'ladi daily profil'da. Endi u mavzularni daily profil'dan keyinroq o'tamiz.
Birinchi mana shu SMTni yaxshilab o'rganib olsanglar, buni bitta bunaqa joylarda emas, ko'proq sizlarga maslahatim FUG modelida ishlatinglar, FUG ga kelganda. IRL bizda modelimiz bor. Ana o'shanda man to'liq o'sha SMT bilan qanaqa FUG'ni ishlatish kerak, o'shani tushuntiraman. Ungacha o'zinglar harakat qilib ko'ringlar topishga. Lekin man to'g'risini aytaman, hali hech ko'rmadim kimdir tashlayotganini-yu, mana to'g'rimi, noto'g'rimi. Endi mayli kim qadrlasa, tekin narsa o'zi qadrsiz bo'lmaydi. Mayli, endi o'zinglarga bog'liq u yoq. Kim agar yaxshi o'rganayotgan bo'lsa, o'ziga foyda. Biz xursandmiz agar shundan manfaat olayotgan bo'lsa. Agar kimdir tushunmayotgan bo'lsa, masalan, uni yaxshilatishda qiynalayotgan bo'lsa, uyalmasdan so'rash kerak. Baribir hech kim sizni urishmaydi yo nimadir deb kulmaydi ustingizdan. So'ramagan narsani o'rganish kerak sizlar. Hammaga rahmat. Layk, komment qolaman. Bizga podpishka bo'ladi. Kuninglar xayrli o'tsin.